Mamaykını qulamğa dehşet açığım keldi qızlar meni nimishqa desanglama seyir qaroni pis biqanlar qatti o'xshamaydi va rasmga rangi bulamdi qilinligi bulamdi qattila bir narsa emas mavu shu bilan qaytarib o'tmoqchi bo'lib mavu to'yqani pis bo'lib lamg'a kiypa qaydab kiysam bek yarashdi bek chiroyli chiqdi uchamga qizlar 2 kun oldida men qilin popayka tujan qilgan mushtat yolg'inliq shu bilan o'ylab qilin popayka bakka mani biz bek o'riq ko'rsatdi degan nimda chiroyli deb uning ustiga jilyan shunda yaxshi ekan unda sen to'lur yo'q unda hech qanday emas ekan endi nipizroq bo'g'ashqa bek o'riq ko'rsatdi degan yung ko'rsatmaydi shuni yaxshi ko'rib ap qoldim garchi shunda ochig'im kelgan bo'lsa-mu rasmga o'xshamaydi deb lekin marangmi shunda chiroyli chiqdi shu mani yaxshi ko'rgan qizlar ma aslik ulanmadan ovoz anglab bildi lekin bu rasmdagi qilin chiqmaydi va qizlar quloqlar aplab qo'y rasmga o'xshamaydi ekan deb qolmanglar mening mushkucham chiqqan shovgo bilan chadan qilsanglar bildi qo'lingizga aplab ma bu rasmga o'xshamaydi ekan degandek mavlu yalanib qilib qo'ysanglar bek ochig'im keldi va qizlar ma bu iniq deb qo'ydim men ma sifatda chilyanda qat'iy gap yo'q shu nipizlam yeri va rangim o'xshamaydi rasm bilan lekin bek chiroyli